Erkakning xislatini ko'rmoqchi bo'lsa, ayol o'zini fitratini eslash kerak. Ayolning fitrati nimaligini bizdan yaxshi biladi. Haqiqiy erkaklik xislatimni ko'rmoqchimisan, menga fitratingni shu darajada ko'rsatib qo'ying, ko'zingga qarolmaydigan darajada uyalib qol. Kirib kelganimda yerga qarab turib shu darajada xizmatimni qilib bergan, har safar ko'chaga chiqqanimda sen uchun butun vujudim bilan ishlab keling. Mana o'sha fitrat. Mani xislatimni ko'rmoqchi bo'lsa. Agar ro'paramda fitrati esdan chiqib qolgan erkakka o'xshab tortishadigan ayol bo'lsa, men o'zim bilaman nima qilish kerakligini. Shunchaki ikki og'iz so'z bilan baxtli bo'l, ishlaringga rivoj deb turib darsga davom etaman. Men erkakman. Menda bunga immunitet shakllanib bo'lgan. Ya'ni nimaga? Yo'qotishga. Yo'qotish hech qachon erkakka og'ir kelmaydi. Esimizni tanibmizki yo'qotamiz. Oddiy narsa. Bizni sovuqqonlikka yo'yadi-yu, shunchaki yo'qotib o'rganib qolganmiz xolos. Yo'qotish ayolga og'ir keladi. Ulardan ko'p narsa so'ralmaydi. Shunchaki fitratingni ushlab ber, men erkaklik xislatimni qo'yib beraman. Ko'chada charchab kelganimda menga nimaga charchadingiz deb so'rama. Shunchaki vassanavleniya bersa yetadi.